Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakatuh. Azizlar, yaxshimisiz, tuzimsiz? Kuningizni yaxshi o'tayaptimi, charchamayapsizmi? Men bu mevani oti nima? Buta mevasi. Ruschasi golubika, o'zbekchasi nima? Buta mevasi. Buta mevasi? Voy, bilmasdan yemaydi. Buta mevasidan pirog pishirib ko'rmoqchiman. O'shamikan, albatta tomosha qiling. Xohlagan idishimizga 4 ta dona tuxumni chaqib olamiz. Yaxshilab atalab aralashtirib olgandan so'ng 1 stakan shakar solamiz. Yaxshilab aralashtirgandan shakar erigandan so'ng margarin 250 gram margarinni gazda eritib solamiz. Eritilgan margarinni ustiga 1 stakan to'la qatiq yoki kefir solamiz. 1 choy qoshiq choy sodani solib, yaxshilab aralashtiramiz. 2 paket vanilin solamiz. Xohishga qarab un solamiz. Xamirimiz kashetsimon, o'tqasimon bo'lishi kerak. Ustiga buta mevasini solamiz. Yepqom. Listimizga yarimta margarin surib chiqamiz. Tayyor xamirimizni listga solib chiqamiz. Tayyor pishgan pirogimizni ustiga kokos qirinchini sepib chiqamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hambeler yumuşak. Nasıl bulunma? Ana. O'xshabdi pirogimiz. Mazali chiqqanni o'sha ekan. Albatta siz ham qilib ko'ring. Like bosganlarga jazakalloh xayron.